Mirzo Ulug'bek tumanida Choyxona Salomdan neobычный uyimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Nimaga neobычный deyapman? Chunki bu fasadlariga bir e'tibor bersanglar, juda ham to'g'risini aytaman, 2010-yil, 2015-yillarda juda ham populyarniy bo'lgan uylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz 17 sotuv bo'ladi va lekin kadastrda 15,5 sotuv qilib kadastrda kiritilgan, lekin общий 17 sotuvdan iborat bo'ladi. Hosiliga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu yerda ko'rsanglar, главный uyimiz hisoblanadi. Bu yerda o'zingizlar yashaydigan uyimiz bo'lsa, bu yerda yana bitta gostivoy zona qilib qo'ysanglar bo'ladi, yokida mehmonlarni kutib oladigan zonasi, yokida qanaqadir nimasi bo'ladi, dom работницалар bo'ladi-yu, o'shanaqalar uchun alohida dom работницалар uchun alohida joy qilib qo'ysanglar bo'ladigan joy bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Hovlisiga bir e'tibor bersanglar, juda ham akkuratniy qilib qo'yilgan, lekin hozirgi kuz fasli bo'lgani uchun bilasizlar, bu yerda hech kim yashamaydi va kuz fasli bo'lgani uchun mana bunaqa sal bayirli bo'lib turibdi, lekin xudo xolasa inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin va albatta siz olsangiz u yoq bu yoq joyingni shuna to'g'rilab yuborsanglar bor yoki bizib bitta chiroyli uy ko'tarsanglar, bir ham zo'r uylardan biri bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi bu joyda aytib o'taman, yaxshi narxlardan biri 1,600,000 dollar deyilyapti va uyimizni qarasanglar, bitta olib, bitta remont qilib yuborsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.